Assalomu alaykum hammaga. Hurmatli obunachilar, Manzara Florist kanaliga xush kelibsizlar. Mana bugun klubniklarimning holatlari, koreyskiy klubniklar Kobra sorti dedim. Mana qaranglar, mana qo'lim. Shunday katta-katta. Qo'lim baravarda katta-katta qizarishni boshlashyapti bular. Mana shunday qilib qizarish boshlashyapti bular. Mana klubnikchalarimiz qizarishni boshlashyapti, pishmoqda bular katta-katta bo'lib. Koreyskiy qulupnay Kobra sorti, buni qaranglar. Shakli ham g'alati ekan. Barmoqchaga o'xshab ketar ekan shakli ham. Shunaqa bo'lib bular pishmoqda. Yomg'irdan so'ng bu holatlari, yomg'irda shunaqa bo'lib qoldi. Mana pishyapti endi bular. Endi o'ylab qo'yaylik, oftob ko'rsin. Klubnikchalar pishmoqda bular. Bunday qilib chappa-chappa qilib qo'ysak, bu taraflari ham pishadi, oftob ko'radi. Shu yil ekkan edim, fevral oyida olib kelib ekdim. Mana shu yil bular hosilga kiryapti. Shu yil ekkan klubniklar yomg'ir yoqqan, shunga hamma joy halindan. Xo'sh, mana klubnikchalar. Bunday qo'yamiz, bu taraflari ham pishsin. Qizarib pishishni boshlagan bular. Bu taraflar pishgan ekan, bu taraflar pishsin endi. Katta-katta hosillari ham. Hali birinchi hosil. Kuzgacha nasib 3-4 hosil olamiz nasib bo'lsa. Bu pushtachagini ekdim, taxmin. Mana yaxshi chiqdi. Klubnikda qaranglar, klubnikda kattaligini qaranglar. Ana 3 ta barmog'ingizga teng kelyapti, katta-katta. Bu taraf qizargan ekan, bu taraf qizarsin endi. Buni bu taraf qizarsin. Bu taraf qizaribdi, bu taraf qizarsin endi. Sal bo'ldi. Bu taraf qizargan. Buni ham mana bu taraflar qizarsin endi. Xullas kalom, klubniklarimiz pishmoqda, yeyishga kenglar deydi-ku. Nasib bo'lsa, ko'chatlaridan qiziqqanlar bo'lsa, tramoga beraman. Klubnik ko'chatlariga. Katta-katta. Xullas, mana shunaqa bo'lib, g'arq-sharq bo'lib klubniklar pishmoqda. Klubnikka kenglar, hasharga. Ko'rlaringizmi? Bir qator bo'lib pishmoqda bular. Shunaqa bo'lib. Qarang, gipsofoliyalarim yonida ochilib yotibdi. Buni yoniga gul ekkanman-da. Qarang, qanaqa chiroyli bu. Gul ichi bo'lib ochilmoqda bular. Mana gipsofoliyalar. Men eng yaxshi ko'rgan gul bu.
Yipsafaliya gulchasi rosa chiroyli bo'ladi. Shundoq qilib yashnamoqda.